Sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzi davraga yig'ilgan aziz mehmonlar. Barchaga ushbu kun muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Hammalarga mana shu kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Xudo xolasa mana shu 2026-yilda nimaniki orzu qilgan bo'lsak, hammasiga Allohim bekamiko'z yetkazishini Allohdan so'raymiz. Ana endi aziz o'rtoqlar, bugun bayram. Bugun sizlar bilan juda ham bir fayzli davra qilish uchun kelganmiz. Albatta endi hozir so'radim, hali raqs bo'lmabdi. Men endi bayramlarni, mana shu yaxshi kunlarni boshida faqatgina birinchi bo'lib ayollar chiqadi sahnaga. O'shaning uchun ayollarimizga murojaatimiz. Xorazmcha qo'shiqlar bilan boshlaymiz. Chiroyli ayollarimizni davraga chorlaymiz. Mana shu ayollarning orasida amma bo'lganlar bormi? Ammalar bormi, ammalar? Qani bu tarafda gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafda-chi ammalar. Jaydari bo'ladi-yu ammalar, jiyanlari uchun jonini beradigan ammalar bor. Qani sizlar? Sog' bo'linglar. Hozirgi ashulam ammajonlarga bag'ishlanadi. Amma bo'lmaganlarga ham amma bo'lish nasib qilsin. Qani birgalikda sizlar uchun.